Assalomu alaykum hammaga. Bugun 9-oktyabr 2025-yil. Men otim Ibrohim. Hammaga salom. Bugun men sizlarga bog'imda o'zimga bo'lgan hamma maslahatlarni sizlarga berib o'taman. Ko'chatdagi maslahat, shunga kerakli bo'ladigan oziqa, shu to'p maslahatlarni berib, shu orada men sizlarga malina bog'larimni ko'rsatib o'taman. Va shuni orasida men sizlarga kerakli ko'chat borasida kerakli bo'lgan maslahatlarni hammasini berib boraman. Bunisi boshladik. Efir uzmasdan ketamiz xudo xolisa. Xo'p, bu malina ko'chatlarimizni ko'rib turganingizlar, denli va sotli bo'lib, denli va malina bo'lib turib, qulib keladigan malinalar bular. Bular ko'chat borasida men to'g'ri maslahat berib ketaman. Bular iyundan hosil olish boshlaydi. Noyabrda kelsa, noyabrdagi yil iyundan hosil olish boshlaydi. To mana shu suv tushgungacha hosil beraveradi. Mana bular yiliga 2 marta hosil bergan emas. To'xtamasdan hosil beraveradi bular. -4 tushgungacha. Men sizlarga ko'pchilik bizga qo'ng'iroq qilib ko'chatlarimizdan narxini so'raydi. Ko'chatlarimizdan narxi 35 ming so'mdan. Narxlari 35 ming so'mdan bo'lgandan keyin juda ko'pchilik aytadi bizga, "Voy, namchi qimmat. Voy, unaqa, voy, bunaqa. Voy, unga qanaqa sotib olsa bo'ladi, boshqa joylarda arzon-ku. Boshqa joylarda bunaqa, boshqa joylarda bunaqa" deb aytadi. To'g'ri, men u narsani tan olaman. Boshqa joyda arzon. Men u narsani 100% tan olaman. Lekin odamlar bitta narsani bilmaydiki, bunaqa ko'chatlarni, denli va ko'chatlarning narxi ko'p joylarda men 100% bilaman 50 ming. 50 ming va 50 mingdan yuqori. Bizda bo'lsa ularning narxi 35 ming so'mdan. Juda ko'pchilik men mana bu joyda 10 ming so'mdan ko'chatlar bor, u ham malina, bu ham malina deydi. To'g'ri, u ham malina, bu ham malina. Men hech qanaqa shubhalanmayman. Ularga hech qanaqa anaqa ham yo'q. Men mana bemalol o'sha bilan o'rili deyman. Juda ko'pchilik menga aytadiki, malinani ko'chatini, sizlarning ko'chatingizdan farq bor. Birinchidan biz malinamizning immuniteti juda baquvvat. Klesh, trips va oqpashsha, shira degan kasalliklarni bular o'ziga olmaydi. Bular o'ta kuchli immunitet baquvvat o'simliklar. Malina daraxt toifasiga kiradi, o'rmon mevasi. Mana bular bitta hosil berganda tinmasdan hosil beraveradi. To shu -4 gacha. Keyin yana bitta narsa yo'q aytsa. Odamlar nimaga bizda ko'chat qimmat, yo'q deydi. Keyin boshqa joylarda arzon deydi. Denli ko'chat arzon deydi. Men bo'lishi mumkin emas, denli ko'chat anaqa arzon bo'lishi mumkin emas. Mana anaqa joyda arzon, bunaqa joyda arzon deydi. Men aytaman, yo'q. Unaqa bo'lsa, biz o'zimiz ham unaqa ko'chatlarni o'zimiz olib kelishiga $7 tushgan. Qanaqasi kunlarda arzon bo'ladi? Menga ko'p tashiydi rasmlarini. Ular palana, pulka, karamelka, yana har xil turdagi ko'chat, magnat, shunaqa ko'chatlar Atlanta bilan bizning ko'chatlarimizdan solishtirishadi. Men bu baraka topinglar, iltimos, bu denli sorti. Ular buni solishtirmanglar. Ular sizlar aytayotgan ko'chatinglar yiliga atib bersa 2 marta hosil beradi. 2 marta. Bo'lishi bilan ular tugaydi. Ular kasalligiga immuniteti yo'q, malinaga o'xshab. Mana hozir paytda kuzning o'rtasiga bo'lishiga qaramasdan donlar sop tashagan. To'xtamasdan hosil bergan bu denli va sortlarimiz. Razmeri ham katta. Katta razmerli malinalarimiz. Lekin shunday odamlar bilan talashadi, tortishadi. Men unaqa qimmat ko'chatinglar deydi. Sizlar yaxshi narsaga aloqaga chiqyapsizlar. Baraka topinglar deyman. Ochiqchasiga tegmasam, Jigulidan Mersi taqqoslamanglar deyman-da. Yo'q, qanaqa malina? Tushunishmaydi bor-ku, men hayron qolaman-da. Unaqa sortdan O'zbekistonda deyarli yo'q desam, odamlar ha deyveradi. Keyin boshqa joylardan arzonga ko'chat olishadi. Arzon ko'chat olgandan keyin u ko'chatlar mana shunaqa yirik hosil bermagandan keyin, unaqa yirik chiroyli hosillar bermagandan keyin nima deykan, yo'q deyishadi. Keyin men ular ko'chatni ko'raman. Asliga boshqa sortli ko'chat 30 olishibdi-yu desam, "Yo'q, menga denlimi deyishdi" deydi. Men denlimani baydan, bargidan, shoxidan bilaman-ku deyman-da. Bu denlim emas deyman-da. Keyin o'shandan keyin aldashdi deyishadi. Necha mingdan oladi deydi ko'chati deyman. 20 ming so'mdan deydi, 18 mingdan deydi. Baraka topib shuni 10 ming so'm qo'shsangiz, sizga yaxshi sifatli ko'chat olardingiz-ku. Butun umrga yetadigan ko'chat olardingiz-ku desam, ha deb qo'yishadi. Men sizni aldab nima qilaman? Men odamlarga aytgan bo'lardim, ko'chat olib ko'chat olyapsizmi? Boring, bog'iga boring.
bog'iga boringda srazi so'rang, mana duch kelgan savollaringizdan bering, hammasidan bering. Nima hosil bormi? Hosil bo'lsa zo'r. Ko'ring, hozirgi paytdagi holatni ko'ring. Mana oktyabrdagi holatni ko'ring. Masalan, bu noyabrdagilar bo'lsa, masalan, oktyabrdagi paytlarni hammasini ko'ring hosilni. Bir xilda boradi-da, hosili yo'q, yopib bo'ldi, yopadi, biz ko'chatga ishlaymiz deydi-da. Ko'chatga ishlayotgandan keyin aytadi. Nima deydi? Yo'q, hozir bizda ko'chatni olib tashladik, mana rasmlari, videolar dedi. Video rasmiga ishonmanglar. Masalan, hozir 20-asr sun'iy intellektli rivojlanib ketgan. Hamma ko'chatni sotish uchun har xil videolardan qiladi. Mana masalan, men shaxsan o'zim ham mana bog'imga kelmoqchi bo'lsanglar, men bemalol qo'l ochib kutib olaman sizlarni. Hech narsa demayman. Faqat telefon qilib kelsanglar bo'ldi. Men o'zim mana shu bemalol bog'imda sizlarni aylantiraman. Ko'rsataman, qayerda nimalari bor, hammasini ko'rsataman sizlarga. Mana hozir men sizlarga videoni uzluksiz to'liq olib ko'rsataman. Hamma joyda mana malinalarimiz bormi? Men sizlarga ochiqchasi ko'rsataman. Hammasini hech narsa lom-lum emasdan, hech qanday joyini kesmasdan qo'lning ko'chatlarini ko'rsataman sizlarga. Borichasiga ko'rsataman. Men masalan eng zo'r joylarini ko'rsatsam bo'lardi. Mana joylarda malina qolib ketgan. İşte bu bir payt bizda suv bo'lmay qolgan, shu hisobdan suv yo'q. Ko'chatlarda o'sib olmaganmiz. Men sizlarga masalan aytsam bo'ladi. Yo'q, mana ham videolarda deb mana sizlarga o mas'ul paytlarni va anaqa ko'rsatamlar. Yo'q, mana men sizlarga ochiqchasi ko'rsataman. Men ko'rsatamni aldab sizlarga o'zimni bilan topmayman. Mana endi. Men sizlarga aytgan bo'lardim. Iltimos qilgan bo'lardim. Malina ko'chat olsizlarmi? Yaxshilab so'rab surishtirib olinglar-da. Uni bog'iga borib ko'ringlar, chunki bu 1 yillik o'simlik emas. Bu malina eng kamida sizlarga 7 yil xizmat qiladi bitta ekkaningizdan keyin. Men o'zim ham masalan ko'chat olganman har xil joylardan. Yeb qo'yganman, to'g'risini aytaman, tan olaman. Chunki menga ham rasmini ko'rsatishgan, anaqasini ko'rsatishgan, men o'sha paytda yosh bo'lganman. Unchalik tushunmaganman malina sohasida. Hozirga kelib men malinani xudoshlik hamma narsani baydan qaysi sortigini, hammasini bo'lmasa ham tushunadigan darajada bo'lib qolganman. Malina bog'ini hammasini men ochiqchasiga turaman sizlarga. Qayerda nima bo'lgan, bu yerda nima bo'lgan, bu yerda mana bunaqa nima qilgan, hammasini aytaman. Bir xillar ko'chat sotadi, bo'ldi, qutuladi bor-ku. Bo'ldi, ko'chat sotdim, qutuldim deydi. Menda yo'q, unaqa emas. Menda oxirgi maslahat beriladi. Bu yerda albatta o'zingiz so'rasanglar. Oxirgi maslahat berib, hammasi ichida bo'ladi, xudo xolasa. Yana ko'chat borasiga qaytgan bo'lsa, bog'iga boringlar. Yana bir xil bo'ladi, mana bunaqa joylarni ko'rsatmayman. Mana bunaqa ochiq joylar qolib ketgan joylarni ko'rsatmayman. U chunki kasalini bekitadi. Ammo nima qilaman bekitib deyman. Va ochiqchasi ketaman. Yana bir xil faqat boshini ko'rsatadi. Boshi har doim hammada zo'r bo'lgan. Bizda ham qolaversa zo'r. Hamma ko'rsatadi. Rasmlarni, videolarni ko'rsatadi. O deb keyin ishonib qolasizlar, olib qolasizlar. Olganlardagi mayda hosilli ko'chatni berib qoladi. Mayda hosil beradi. Keyin o'shandan keyin voy nima unaqa bo'lyapti desa, anaqasidan beraverasiz. O'zingizda aybi o'zingizga to'ntaveradi. Yo'q, bu denli unaqa emas. Denliga agar qarovni yaxshi qilsangiz, anaqa infratuzilmani to'g'ri qilsangiz, bu hosil zo'r beradi. Bu eng kamida 1,5 kilo hosil beradi har bitta tupidan. Men sizlarga to'g'ri aytaman, maslahat bergan bo'lardim. Ko'chat olib boringlar bog'iga. Bog'iga boringlar, ko'ringlar, terimni qanaqa bo'lyapti, hozirgi holati qanaqa, hammasini ko'ringlar iloji boricha. Savolinglarni hammasidan beringlar. Iloji boricha hosildan yeylar joyiga borib. Hozirgi paytda men ochiqchasi aytaman, ko'chat tiqib yuboradigan mashikalar juda ko'p. Har xil ko'chatlarni, ular o'z ko'chatlarni tiqib yuborganlar juda ham ko'p. Shuning uchun joyiga boringlar. Mana bunaqa hosillarni ko'ringlar. Agar mana oldin kelaman desanglar, men qo'l ochib kutib olaman boya aytganimdek sizlarga. Men bu yerda bekitilgan narsam, hech narsam yo'q sizlarda. Mana sizlar uchun men video qilishga qaror qildim. Mana shunaqa video ko'chat borasida, chunki men hozir juda ko'p qo'ng'iroqlar oldim mana shu ko'chat borasida. Juda ko'p odamlar menga namcha qimmat sotasan deyapti. Yoki boshqa narsalarni aytyapti. Har xil yomon gaplarni eshitishga majbur bo'lamiz. To'g'risi. Men to'g'risi hech kimni masalan bekitgan narsam yo'q. Yoki bu narsa aldorayam, tiqorayam joyim yo'q. Men kelasizlar, mana ochiqchasiga ko'rasizlar ko'chatlarning holati qanaqa, donlari qanaqa, mazasi qanaqa yeb ko'rasizlar.
O'shandan keyin ishonch hosil qilib bemalol olib ketaversanglar bo'ladi. Men to'g'risam bitta sizlarga bu narsani tiqib maqtab o'tirish xohlanglar. Men nega bu malinachilikni aytolman sizlarga? Ular shunga go'yo ko'chat sotib beraman. Yo'q, bu narsa O'zbekistonda kamyob. To'g'risi hech bo'lmayapti. Hech bo'lmayotgani uchun mana shu narsani hammalarga biznesni taklif qilaman, shunaqa biznes qilishni. Chunki bu kelajakka bor biznes. Qulupni yoki bodring, pomidorlarga o'xshab bu bir yil, har yili boshqatdan ko'chat qilib, boshqatdan yer taxlab qilib o'tiradigan narsa emas bu. Buni ekasizlar, sizlarga xudo xolasa eng kamida 7 yil sizlarga xizmat ko'rsatadi bu malina ko'chatlarimizni. Keyin 7 yil deb yana aytib qolishni ham mumkin. Namuncha kam 7 yil qolishi mumkin. O'zimizdan malinalar 40 yil deydi. Bu lekin bitta narsa hisobga olinglar-da. Bu malinalar 7 yil o'z kitobda 15 yil. Men 7 yil garantib beraman, lekin 7 yil yashaganim bilan o'zimizdan mesni malinalar 40 yilda beradigan hosilni bular 7 yilda o'sha sizlarga mo'l-ko'l qilib berib, o'zini ishini bajarib bo'lgan bo'ladi. Keyin aytishingiz mumkin. Voy, men 7 yildan keyin yana boshqatdan ko'chat olib ekamanmi? Yo'q, mana shu o'zim bolasi bor. Bolalardan yana ko'paytirasizlar. Bolalar ana tiglardan chiqib keladi. O'sha bolalardan o'zi ko'paytirib o'rganib ketasizlar. Klonlashtirib ketasizlar. Bo'ldi, ko'paytirib mana shu hosillarni olaverasizlar. Maninani. Mana hech hosillar. Hozir ham bizga juda ko'pchilik kelyapti. Men orinmasdan bemalol kelinglar deyman. Ular menga aytayapti-ki, biz juda ko'p ko'chatchilar joyiga bordik, ko'rdik deyapti. Lekin hech qaysi hozirgi paytda meva yo'q deyapti. Bu tabiiy holat, aka. Chunki hozirgi kunda uni chiqyapti, men ko'chatchiman deyapti, uni chiqyapti, men ko'chatchiman deyapti. Chunki malinani ko'chatini aldib olish, tiqib olish juda oson. Mana hosil yo'q paytda tiqib oladi hamma. Bu zo'r, anaqa deb. Denniva ko'chati hozirgi paytda 50 ming. Biz o'zimiz ko'paytirib anaqa qilganimiz uchun biz hammaga arzon xalq qo'ygan hisobida arzon 35 ming so'mdan qilib beramiz. Albatta bu 35 ming bu boshlang'ich summasi. Juda ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlar kelishib beriladi. 35 ming so'm bu albatta bu 100 tagacha oladiganlarga, 100 tadan ko'p oladiganlarga xudo xolsa narxlar kelishtirib, chiroyli narxlar qilib beriladi. Mana malinalarimiz. Men juda ko'p video oldim, juda uzun bo'lib ketdi. Sizlarni ham ortiqcha vaqtinglarni olish niyatim yo'q. Men to'g'risini aytsam, 29 ta qator. 29 ta qator men sizlarga jon-jon aylantirib chiqardim to'g'risi. Lekin bu video men 5 soatdan oshib ketadi. Men hozir sizlarga bir yoq qatorimni aylantirib chiqqanim o'zida o'sha 15 minutlik video bo'lyapti. Shu hisobda men sizlarga maslahatim, ukali vazifam sizlarga. Bu bitta joydan ko'chat olmoqchimisizlar? Joyiga boringlar. Hech qanaqa rasm ko'rsatayotgan videolardan olib ko'rmanglar. Chunki polka, yana magnat, keyin shunga o'xshagan ko'chatlar yilga 2 marta beradi. U masda beradi ular. Yilga 2 marta. Bu mana dennivaga o'xshab polni iyundan to avgust anaqa iyundan to noyabrgacha beradigan hosillar mas'uli. Yiliga yetib o'tganda 2 marta hosil beradi. Bo'ldi, shu bilan tugaydi ular. Ana o'sha paytda sizlarga pik videolarni ko'rsatadi va sizlarga denniva bu ko'chatni o'tib yuborishadi. Aslida bilmaysizlar u narsani. Shu hisobdan ko'chat olishda ehtiyot bo'linglar. Men sizlarga maslahatim, ukali maslahatim, nafaqat mendan ko'chat o'tganlar, boshqalardan ko'chat o'tganlar ham shunday joyiga borib, mana shu ko'chatlarni ko'ringlar. Maslahatini olinglar, so'zini olinglar. Hozirgi paytdagi hosilini ko'ringlar. Qanaqa chiqyapti, nima qilyapti? Nima bo'lyapti hozirgi kunda? Men sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Mana shu ko'chatlarni, donlarni har bittasini o'z ko'zingiz bilan ko'rib olishni boya aytib o'tganimda. Bu narsani men ko'p qayta takrorlayapman. Juda ko'pchilik odam shunday boryapti. Bunaqa rasm, videolarni ko'rishyapti-da, bo'ldi bosib yuboraman deyapti. Bu video qachon olingan? Nechinchi yil olingan? Qaysi payt olingan? Shu narsa qiziqishmayapti. Mana men yana bitta takrorlayman. Hozirgi payt bizada 9 oktyabr 2025-yil.
Kuzni o'rtasida mana malinalar tinmasdan xudo shu olyapmiz. Boshqalarda bo'lgan bo'lsa, o'sha malinalar tugab bo'lgan. Malinalar o'sha yo'q. Shu hisobda men maslahat beraman sizlarga. Joyiga borib, ko'chatlarni ko'rib olinglar. Mendan juda ko'pchilik so'rayotgan savollarga men to'g'risini aytsam, bugun javob berish xohlaman. Ko'chatlar nima qimmat do'stlar. To'g'risini aytsam, bizani ham 4 yillar biz o'zimizga $7 ekilishgacha bizga $7 tushgan har bitta ko'chatimiz. Va shu hisobdan biz ham sizlarga 35 ming so'm narx berayotganimiz bu yomon summa emas. Aytdi, mesni malina ham to'g'risini aytganda 10 ming so'mdan turadi ko'chati. Bu mesnidan ancha zo'r-ku. Yirikligi, hosildorligi har taraflama zo'r-ku. Nimaga bizani malina unaqa 35 ming narx olish mumkin emas? O'zingizlar masalan bitta borib turib kargolardan yoki bu joylardan surishtirsanglar bo'ladi. Agar sizlarga bu kunni mana arzon 10 mingga 2 ming sotgan bo'lsa, 100% bilinglarki, u derning emas. Bu sizlarni aldayapti. Boshqa ko'chatlarni tiqayotgan bo'ladi. Iloji boricha ishonib qolmanglar hammaga. Men sizlarga qo'limdan kelgancha hamma maslahatlarni berdim. Endi unga amal qilish bu sizlarning o'zingizlardan. Xohlasanglar qilinglar, xohlamasanglar qilmanglar. Ertaga voy mana pulga tushib qolaman, mana pulga tushib qolaman desanglar. So'nggi dushman, so'nggi pushaman, o'zingga dushman dechalik, o'shanga o'xshab. Mana sizlarni ancha vaqtinglarni olib qo'ydim. Agar videoim manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan zo'r videolar hali oldinda, xudo xolasa videolar chiqaveradi. Endi haftasiga 2 marta, 3 martalab xudo xolasa videolar qo'yib beramiz. Sizlar uchun. Mana shu malinalarimizni. Xudo xolasa hali yo'lida noyabrgacha malinalar teramiz. Noyabrgacha malinalar teram, mana dekabrgacha xudo xolasa tersang ham sizlar bilan video ulash nasib etsa o'sha kungacha. Shu paytgacha ko'rgan bo'lsanglar, rahmat kattakon e'tiboringiz uchun. Keyingi videolarimizda xudo xolasa ko'rishguncha xayr deb qolmayman, faqatgina ko'rishguncha deb qolaman.